Mashina olasiz, xudo xohlasa, nomer olasiz. Olmayman. Podarka qilishadi. Biz yana охотani boshladik. Xo'p, bugungi sovrinimiz topganga 100 ming so'm. Agar 100 ming so'm qolmaganida sumkada podarkamiz bor, podarka beramiz. Xo'p, bugungi raqamimiz 111. Wow. Xo'p, biz auksiondanmiz. Tez auksiondan. Mashinangiz bormi? Niyat bor, xudo xohlasa mashina olish, to'g'rimi? Xo'p, mashina olsangiz, qanaqa mashina olasiz? Boshlanishiga Gentra. Nimaga bular tushunmaydi axir. Xo'p, boshlanishiga Gentra aka. Inshaalloh xudo xohlasa nasib qilsin. Qo'limdagi raqamni ko'rdingizlar, to'g'rimi? Bu auksion raqam. Ya'ni Toshkent shahri bo'yicha 110 million so'mga chiqadi. 310 million so'mga, Uzr, hayajonlanib ketdim. 310 million so'mga chiqadigan raqam bu. 310 million so'm bo'ladi. Mana shu raqam o'zi wow degan bu bukvasi uchun. Xo'p, sizlarga bitta savolim bor. Mana shu oldida ikkita sifrani topsangizlar 100 ming so'm pul bor. 3 ta urinishingiz bor. Har bittangizda bitta urinishdan emas, har bittangizda 3 ta urinishdan. Xo'p, topganga 100 ming so'm pul bo'ladi. Agar 100 ming so'm pulni xolamasangiz, sumkamda podarka bor. U ham normal. Boshlayapmizmi? Boshladik. Azizlar qarang, hozir birinchi urinishimizdan boshlanadi. Xo'p. 111 330 million so'mlik raqam mana shu. Necha sifra bor mana shu ikkita joy ichida? 120 Yo'q, birinchi urinish ketdi. Aka, assalomu alaykum. Charchamasiz, salomatingiz yaxshimi? Zakazga qiladigan bo'lsa 330 million so'mdan qo'yiladi bu savdoga. Xo'p, mana shuni oldida nechta sifra bor? 3 ta urinishingiz bor. 2 ta bor. Mana shuni oldi, yana 2 ta bor. Qarang, mana shu bizni kallamizga kelmadi-ya. 2 ta bor. Qaysi sonli? Ha, 0. 001. Birinchi urinishingiz ketdi. Bola charchamasizlarmi? Salomat, yaxshi, assalomu alaykum. Charchamasizlar, zo'rmisizlar? Raqamga qiziqasizlar? Raqamga qiziqasizlar? Bu siz mashinangizmi? Bu Gentrani usilinni varianti olganlar, Gentrani seriyozniy bolalarning mashinasi bor. Shunday qashtiras mashina shunday olib olaylik, iltimos. Xo'p, 004 raqam auksiondan olganmisiz buni? Necha pulga tushgan? 10 millionga. Qaysi auksiondan? O'zimizani? O'zingiz o'ynayapsiz yoki kimgadir berganmisiz? Yo'q, o'zim o'ynayman. Ha, o'zingiz o'ynayapsiz. Safga qo'yib qo'ygan. Xullas, mana shu yerda siz raqamga qiziqadigan bo'lsangiz, raqam yaxshi yashiringan shu yerga. Bu zakaz nomer hisoblanadi. Auksionga qo'yilsa 330 million so'mga qo'yiladi. 330 millionga qo'yiladi. Zakaz nomerlar bilasiz, nomerga qiziqsangiz tushunasiz, bilasizlar. Mana shu ikkita raqam yashiringan. Qaysi raqam bu? Ikkalasi bir xilmi? Yo'q, bilmayman. Ha, unaqa podskaskalar yo'q. Yo'q. 001 mi? Birinchi shansingiz ketdi. Qanaqa mashinangiz bor? Jiguli 07. Buni mayus ko'zlari Lyuboy qizi